Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli mahalladoshlar. Men bir murojaat bilan iltimos qilyapman. Toshkent shahar Yashnobod tumani Tolariq ko'chasida Abduvali Baxtiyor murojaat qilaman. Mana bir qo'shni uyimiz ro'parasida, mana qarshisida 2019-yildan beri bizlar bilan ancha tortishib, biz ruxsat noroziligimizsiz bizlar ancha anaqa qilib uyimizga ham kirib to'polonlar qilib, mana masjidda ancha yildan beri noqulayliklar keltiradi. Iltimos sizlardan murojaatim, mahallamizda ozgina sal bo'lsa ham eshigimiz oldini shunaqa nimalar tashlaganiga man shu murojaat qilmoqchiman. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana ancha hamma yo'li mana uyimni o'zi yashash xonadonim, mana o'zim shu yerda 54 yildan beri shu yerda yashayman. Mana shu kreditga olib, o'zimda 5 ta farzandim bor. 5 ta farzandim bilan mana shu xonadonda yashab kelaman. Tirikchiligimiz shu. Bular ham kreditga olib, kreditga qilib qilyapmiz. Endi uyimizni oldida mana shunaqa narsalarni mana kechasi bilan tashlab ketadi. Nechchilar bizga ancha noqulayliklar keltiradi. Uylantirmagan bolalarim bor. G'alati, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yog'i mana Tuzukovga bozor, mana bu yog'i mana ko'rdinglarmi? Mana vandalar. Endi mahallani ko'rgani kelishadi. Ko'rganda ham vandalarni ko'rishadi mana yo'l yuzida. Bu o'zi bu yerda yashamaydi. Narsalari uyimni oldida mana. Mani uyim buni narsalariga qorovulxona vazifasini bajarib kelayotgani bilan barobar. Lekin mana shu yerda yashayman o'zim. Yashash xonadonim oldida, endi menimcha absum to'g'ri kelmayapti mana. Bu yerda mana hammasi, meni nevaralarim bor, kelinlarim bor uyda. Bular masjidga o'tirib olishadi. Ancha noqulayliklar keltiradi. Nalog to'layapman deydi, nalog. Shuncha yerga qanaqa nalog to'laydi? Mayli, nalog o'zini yo'liga, lekin mana o'zim yashayotgan xonadonim oldida mana shunaqa narsalar qilib tashlash mumkinmi? Yo'q, bunga kim prokuraturaga murojaat qildim, mahalla raisiga ham murojaat qildim. Portalga ham bordim. Hech bir ish natijasi yo'q. Hamma sovuqqonlik bilan qarashadi. Mahallaga borsam, mahalla o'zini o'rni yo'q, o'zim mahalla o'tirgan joyi. Mana ko'ringlar o'zinglar mana. Odamni xursand qiladigan emas, bu faqat g'azablantiradi. O'zi bu yerda yashamaydi, boshqa joyda uyi bor, shu yoqqa ketadi. Oldin mas ko'chamizda, mahallada yashardi bizdan. O ichkarida turadi, 10 uy narida. Lekin mana bu narsalari mana hamma mana uyimizni ro'parasida mana. Bu yig'ishtirib tozalab olmaydi. Mana aybdor qilaveradi. Mana ko'ringlar o'zinglar. Mana bugun endi 3-yanvarmi? Hammasi mana shunaqa. Endi mana qilib
necha yildan beri o'tiradi mana. 2019-yildan beri. Mana bu yil 8-yilga ketyapti. 8 yildan pasti 7 yil mana. Mana buni ham Roma ham mana shuniki mana. Yetmagan joyiga mana shu qo'yib qo'ygan romlarini mana ko'rsanglar mana. Endi masjidlar mana ko'rganingizdek mana mana bu yoqlarga endi ba'zan ro'para tamoyni mana palatkashilari ham qo'shni degan bola endi qo'shni shunaqa bo'ladi. Mana shu birovni eshigini oldiga mana shunaqa qilib o'tirish mumkinmi? Ko'ringlar o'zinglar. Bunlardan ko'rsatayım hozir mana. Mana. Yo'l yuzida. Mana. Odamni xursand qiladigan narsa emasda bu. Nafsim Qo'ni qo'shnilar bir tinga olmaydi, yaxshi hurmat qilmaydi. Hurmati mana shu. Mana hurmat qilgani. Ya hurmatga loyiq ishlarni joyiga qo'yib o'tiribdi mana. Bozor qattiq. O'tqunlari mana eshigim oldida. Mana yashash xonadonim oldida mana uyim mana. Manikiga ham mehmonlar keladi, boshqa keladi. O'tgan ketganlar keladi. Manlar ham mana hozircha endi bugun bayram munosabati bilan bozorimiz ham hozir bugun dam oladi endi. Ertadan xudo xolasa shanba. Endi kechqurun bir ko'rsatay dedim. Mana 7 yildan beri mana shunaqa baraxolka mana. Ko'chani yuzi bo'lsa, mana ko'chani yuzida mana shunaqa qilib tashlagan. Mana uyim mana. Masjidda mana 54 yildan beri yashab kelaman. Mana 5 ta bolam bor. Nevaralarim. Mana erta kunduzi qaysi kuni kelsanglar ham mana ko'rasizlar. Menga juda ko'p tuhmatkorlik qildi. Nuqul tuhmatkorlik qilaveradi. Men ruxsat bermaganman mana shu uyim oldida. Bu biza bilan urushib, to'polon qilib, men o'zim yashash xonadonimga kirib, hovlida baqir-chaqirlik qilib, bizani qo'rqitib, mana o'shandan beri mana shunaqa qilib necha yildan beri o'tiradi mana. Eshigim yo'l oldida. Birinchi berk talari 4-sektorga qarashli mana Yangi Qo'rg'on mahalla. Keyin ko'chamizga ham bir martagina chiqindilar olib ketadigan keladi bo'ldi. Qolgan ikkinchisiga kelmaydi mana ko'chamizga. Mana masjid men o'zim hovlim mana. Bismillah beri yashayman. Betlar bozor o'rni bo'lmagan, bu o'z bozor qilib tashkillashtirib olgan o'ziga. Buni ham hozir bir o'zim emas, bu yerda ko'pchilik bilan o'tirishadi.
Buni anaqalari ko'p, tarafdorlari ko'p buni. Uchastkavoyga ham gapirgim kelmayapti. Uchastkavoyga borib gapirsam, uchastkavoy qilmaydi mana. Necha yildan beri qilmagandan keyin, bajarmagandan keyin men majbur bo'ldim mana telefonga olib ko'rsatib. Portalga borganim bilan foydasi bo'lmayapti. Har qabulxonasiga ham borsam ham foydasi bo'lmadi. 15 kunda ko'ramiz deydi. Mana 15 kun degani 7 yil bo'ldi mana. 7 yildan beri mana shunaqa ahvolda. Men qizimni to'yini qilgan paytimda ham mana shunaqa. Men o'zim boshimni ko'tara olmadim, to'g'risi. Mana shu yerda mana bunaqa qilib olib o'tirdim mana necha yildan beri mana. Qo'shni deymiz, qo'shnigarchilikni bu ahvoli mana bunaqa. Kim o'zini uyini oldida mana shunaqa vannalarni qo'yib qo'yib mana o'tirishi mumkinmi? Shunaqa narsalarga ruxsat bormi o'zi? Mana bu temir baza, Irshu. Endi mana metro borganda metro. Mana o'zingizlar ko'rib olasizlar. Qanaqa ahvolda. Shunga ozgina baho berasizlar degan umiddaman. Bir kelib bir qiziqinglar. Mana men kerak bo'lsam mana shu hovlidaman, mana yashayman, mana ismim Baxtiyor. Mana mashinani o'zim mana kreditga olib. Men buni prosta uyimni oldida bo'lgan sababi men bolalarim uylanmagan, o'g'illarim bor hali. 30 ga kirgan. Voyaga yetmagan qizim bor bu yerda hali. Bu o'zi bu yerda yashamaydi, mana shunaqa qilib mana o'tiradi eshigim oldida. Judayam yomon holati bu. Yaxshi deb bo'lmaydi buni. Mana men hali ham almazam yo'q. Yaymaritim bor, shu miyalarim og'riydi hozir. Ancha yildan beri bizga judayam noqulaylik keltiradi. Mana endi yo'l nariga ketdi mana. Mana bu yerda o'zini ham yana bitta do'koni bor, bozori biqinida mana tashqarida. O'tda ham tegishli o'zi qaraydi. Keyin mana bu yoqqa ham qaraydi mana. Bu yoqlarni ham mana shunaqa vannasani mana